Assalomu alaykumlar. Demak, bugun 15-avgust shanba, tongi soat 8. Tongi emas, ertalabki soat 8 desam bo'laveradi. Mana bizda shu quyon, mini quyon fermamizdagi ahvol. Quyonlar maza qilib yuribdi. Qo'llari bilan qo'llarini mana bu quyonchalar Xudo xolasa bular mana uxlayotibdi, o'layotgan yo'q. Uxlayotibdi. Uyquchida mana quyonlar mana. Ko'rdingizmi? Xullas bular 11-iyunidami, 17-iyunida tug'ilgandi. Xullas 2 oylik. 2 kun kam 2 oylikda bular. Nasib qilsa qaranglar. O'sha keyingi menimcha so'yishga loyiq bo'lsa kerak, erkagi. Erkagini so'yib olamiz xolos. Gapim tushunmadi, to'g'ri? Xullas, nimaga olyapman? Tozalash ishlari boshlash kerak mana. Mana bu yoq. Mana shuni zirya olib, mana olaveraman. Bu hozir bitta o'zi bo'lganga. Qo'yamiz hozir. Tozalash ishlari olishim kerak. Mana bular montaga qo'yib, mana shunaqayni vaqtgacha. Mana shu uyda tashlagan, yemin tashlagan. Ya'ni mana shu turib, yeb, ovqatini tashab, shu tozda qaqaq qo'yib yurganda, ko'rasizlarmi? To'lla turibdi. To'lla. Bu ham shu ahvol, bu ham shu. Mana ham tozalash kerak. Mutlarni tagini ko'rasizlar. Nargisiga anaqa qo'yish kerak. List olib kelganman, list qo'yishim kerak. Demak, birinchi ish tozalash, ikkinchi ish list qo'yish, uchinchi ish mami anaqa qo'ydim, ovqat yetish ko'rasizlarmi? Bolalarga hammasiga ovqat yetish qo'yib chiqish kerak. Ayniqsa mamiga o'zi. Ona qo'ygan uchun katta ovqat qilib ko'rasizlarmi? Atalab ko'p qo'yganman. Shu qorin to'q bo'lsin, och qolib ketmasin degan ma'noda. Idishlarni yuvib, suv berib, dorisini berib, vitaminni berib taxlab qo'yish kerak. Ani qulog'iga ham dori tomizishim kerak. Kecha tomizmadim. Qanaqa dori? Mana ustimi? Mana shuni olib chiqishim kerak tepaga. Mana masla komfortniy. O'zbekistonlik ekan, 4 ming so'm ekan. Ozgina qoldi. Shuni shpris olib turib, 2 gram shpris olib turib, 1 gram bu qulog'iga, 1 gram u qulog'iga solib, mana qaranglar, quloqlar top-toza turibdi. Alhamdulillah. Qarabsizlar mana. Endi ichning tagida qolgan bo'lishi mumkin, yana solish kerak. Shu o'zi bir 5 metr solsa o'zi chiki-piki bo'ladi. Mana o'zi ham ancha bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi. Xullas shu ishlar. Quyon tashab qo'yib qafasga dam olib yotasan degan narsa yo'q. Shuncha narsasi bor, shuncha ishi bor. Mana hozir mana olib keldim ovqati. Mana o'sha guruch qaynagan, kapak qo'shdim. Bunga makkani kapagini qo'shmadim. Endi oddiy kapak qo'shdim. Makkani maydalangan ozga sovorsa, menimcha sovorsa chotki bo'ladi degan topmadi buni. Qolmabdimi? Mana shu chilin. Mana shu to'ladi. Menimcha bu hozir ikkita reys qilib kelaman, mana shu ikkitasi to'ladi mana shunda. Hozir tozalayman desamda. Chunki ko'payishdi-ku, ana bolalari bor. Oldin bittada to'lardi. 4 ta qo'yondan 5 ta qo'yondan bitta bo'lardi. Endi hozir ko'paydi bular. Ko'p yeyapti hozir bular. Shunaqa gaplar. Shunaqa gaplar deganlar. Xo'p, mana bu yerda inkubator turibdi. Bularga xudo xolasa 12-kunimi, 13-kuni. Mana sizlarga yozib buni ko'rsatib beraman. Mana. Ko'p qo'ymaganmiz o'sha issiq tufayli-da, faqat o'sha oxiriga shu tuxumdan olib qo'yganmiz, tamom. Xudo xolasa esingizda bo'lsa bir marta issiqda kam chiqqan. 30 tami ichida 30 ta chiqqan. Hozir o'chiramizda mana. Mana qo'yamiz. Yana shu 30 ta chiqarganimizdan keyin 30 taga yaqin chiqdi, keyin 40 ga yaqin chiqqanini keyin qo'yganimizda. Men o'sha hozir shu tuxumlarni saralab qo'yishni oldi, shuni taxlab qo'ydik. Sotib turadi. O'tgan gal ko'proq sotgandik. Bu gal ham shu ko'proq sotishga urg'u beryapmiz. Sotib o'sha qo'yib turibmiz. Ya'ni provetrovать deydi-ku, shamollatibdi. O'shani ishlar qilib turibmiz deganlar. Ya'ni issiq yomon ta'sir qiladi. Keyin mana shu anaqalarni tuzatishim kerak. Ruchkalar bor bunday. Osib qo'yadiganlar bor-ku, yopib qo'ydik. O'sha tayyor olib kelib qo'yganman. Shurp yo'q edi, shurp mana bunaqa. Maydasi, mana bunaqa shurp yo'q edi, mana shu maydasi. Ularni olib keldim. 3 xiladanmi, yarim kilo olib keldim. Mana bolalar. Qaranglar, bolalarni hali emizibdimi yo'qmi? Mana. Uni quyon yomon menga tashlanardi bu. Mana 6 tasi, 1 2 3 5 ta ko'p bitta. Qani yana bittasi.
Turt. Hey. Mana ham bitta mola. 10 dedi-yu. Yeb tashladim ekan. Qani. Ho'shchi. Mana qo'limga vaqt qilyapti. Uryapti qo'limga. Hop, men topib olib olasam bo'ladimi, hozir ko'rsatma. Qani, 6-chi bolasi qattiq yotibdi. Ko'ryapsizlarmi? Qanaq pastga tushib qo'ygan. Nima qilyapti? Shit. Qachon tushib qo'ygan bu? Bu yaxshi qarang, alhamdulillah zo'r. Faqat yaxshi, alhamdulillah ikkinchi martada bu shunaqa holat bo'lish. Qayerdan tushib qo'yapti, o'shani topishim kerak. Birlik setkadan tushmaydi. Mana bittadan tushdimi ekan yo? Mana odam tushdimi ekan? Mana odam 2-2lik setga turibdi-ku, ana narigi devorga, mana devorga. Shu yerdan tushdimi ekan? Mana shu bitta перегородка qo'yishim kerak, ha. Narigisi bilan buni ahvol bo'lmagan. Bunisi bilan shunaqa ahvol bo'lyapti. Bu cho'tta Nijer qilyapti mazgi. Hozir shunaqa-la imkon bo'lmaganda anaqa qo'yib qo'ydim-da mana. Shunaqa qo'yganda. Xullas, mana shunaqa ahvol. Xo'p, ko'rdingizlar, bolasi pastda yotibdi ekan-a. Shuni endi bir amalimizda qarab turamiz, xudo xolasa. Nimadir chora o'ylab topamiz, inshaalloh. Shu anaqa yangiliklar, mana tuyni ko'rdingizlar, mana tagida. Birinchi etaj bo'lgani uchun ko'ryapsizlarmi, tuyni tozalash kerak hozir. Mana bolalar qochib ketib, hamma yoqni axlat qilib tashlagan. Ko'rdingizmi mana? Mana. Bu haqda video qilmadim shekilli. Bir kun kelsam xullas nima yotibdi? Mana bu ochiq bolalar hammasi uchta bolasi pastda yuribdi. Mana ham ochiq, mana buni bitta bolasi pastda yotibdi, shunaqa yurgan ekanda. Qarab turish kerak, yani tashab qo'yadigan joy emas. Qarab turishingiz kerak. Shu mayda niyozlari bor. Xo'p. Demak, bo'lgandan keyin xudo xolasa sizlarga ko'rsataman natijani. Xo'p, deyarli yarim soat bo'ldi, mana ish bo'ldi qarang. Tozalab, mana bular hammasini go'yini tozalab, joyi o'zgartirib, mana bir anaqa chiqdi. Hali o'tini olmadim, mana shu o'tlarni ham tashlashim kerak. Yaxshi o'tlarni olib kelib qo'ydim. Mana shu turibdi mana. Mana hozir mana Abdullah. Ko'ryapsizlarmi? Top-toza mana turibdi. Ahvolda. Shunaqa qo'ydim. Ammo hozir yo'qimga qoldi. Ana bo'ldi. Joyiga tushdi. Xo'p, shunga yarim soat ketdi. Bu yerdan tozalab, endi buni tashlab kelaman, keyin yana davom ettiraman, xudo xolasa. Ularga yana ovqat ham berib qo'ydim. Ovqatini yeb yotibdi. Mana, ovqatini yeb yotibdi. Mana qani suvni beraman, o'tni saldan keyin beraman ularga. Oldin ovqatini yeyishsa, shunaqa qilamiz. Xo'p, shunaqa gaplar shuncha narsa chiqdi. Mana qaranglar, 2 xat perchatka, ya'ni mana shu qo'l bilan tozalaydi-manda, o'ng qo'l bilan shu oddiy perchatka bo'lsa hozir hid-pid o'tadi-da, suvga qo'lingiz tegadi, boshqa qiladi. Mana bitta meditsinskiy perchatka bor, o'shani kiyib qo'yib, ustidan mana buni kiyaman-da, shundan unaqa qilaman. Ustidan buni kiyaman, sababi shu ushlagan paytimda yirtilib ketmasligi uchun men meditsinskiy anaqa perchatka, mana bitta uch paddollarni ushlaysiz, uchi bor, boshqasi bor, tozalaysiz qo'lingiz bilan. Bu meditsinskiyni kiyapman, hid o'tmasligi uchun. Hozir hid o'tib qoladi, keyin qo'lingizni yaxshilab sovun bilan yuvgan taqdirda nimadir borga o'xshaydi-da. O'sha bo'lmasligi uchun. Mana mazgi chiqaman deb turibdi. Chiqar meni deyapti. Chiqar deyapti. Voy deyapti. Yo'q, hamma ochib tashlaysan chiqarsa. Bunlar shunaqa gaplar. Xo'p, mana natija xudo xolasa bo'ldi. Yuvildi, taxlandi, suv sepildi, chiroyli kina bo'ldi, hidi yo'q. Idishlarni qo'yib chiqdim, mana ko'rdingizlar, suv berdim, dorisini berdim, vitaminlarini.
o't qo'ydim, mana qurigan o'tlarni qo'ydim. Mana bu nimasi mana. Qarabsizlar, mana turishi, mana bu. Pastiga qo'ydim, pastiga yo'q edi, xullas. Mana yegan sayin sekin уже olinib bu yoqdan chiqaveradi. Mana shu zo'r. Shu solib qo'yasiz, ortig'i bilan o'zi turaveradi. Baqlashganda o'ynab ba'zan jinnis turib baqlashgani qirchib tashardan, tishlab tashardi-da. Mana buni qo'yib qo'ygan ustiga. Ko'rabsizlar mana, tishlab uni tortib, tishi qishiydimi bilmadim, qashiydimi biladi tishi. Xullas, mana bu temirni qashyapti, tishi bilan qit qilib tish o'sib ketyapti. Hozir qo'liga o'tyapti-yu. Hop, nima qildim? Mana shu yerda o'tlar, lishnisi bor edi, ortiqchasi. Uni men olmadim. Mana shu tomonga qo'yib qo'ydim. Nima uchun? Chunki xudo xolasa bular 25dan 24da tug'ishi kerak. Bugun 14 bo'lsa, demak 6 kunga uzog'i. Bir haftaga o'zi boshlaydi-da, bu o't yig'ishni boshlaydi bir hafta, 10 kunga. 10 kunga tug'adi, demak bir hafta, 8 kun, 9 kun ichida o't yig'ishni boshlaydi. O'sha tashab qo'ydim, o'sha yerda o'zi taxlab olaveradi degan ma'noda. Shunaqa qildim. Anaqasiga tegmadim, mana o'tiga tegmadim. Hozir mana ochib olib. Mana shu amakchi mana shu rosa harakat mana shu mana. Mana yoqibdi, hozirda. Qilsam, chachmabsanmi? Quloqlari qayda ichida ozgina qolgan o'sha. Dog'ni kechga qo'yamiz, xudo xolasa. Mana. Mana qo'yib olamiz. Mana o'tgani ham lavozim kerak edi. Shu bozorda qo'yaman. Ular shunaqa gaplar. Omon bo'linglar, charchamanglar. Yaxshilikda ko'rishaylik.